Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilar, hurmatli avtomobillarni yuqori bosimda yuvish uskunalarini va o'z-o'ziga avtoyuvish shoxobchalariga qiziquvchi, o'rnatuvchi va shu soha bilan shug'ullanuvchi aka-ukalarimiz. Bizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, mana 2026-yilning 1-oydan boshlab kuzatib borayotgan bo'lsangiz, hali O'zbekistonda yana birinchi marta Jizzax tumanida Allaralda, xudo xolasa hali kimda kim yo'lda o'tsa e'tibor qilib o'tishi mumkin. Umuman 15, 20, 25 gradus, почти 30 gradusgacha yaqlamaydigan yangi fasondagi o'z-o'zini yuvish shoxobchasini qurib berdik, xudo xolasa. Hali qurilish ishlari davom qilyapti, до конца bo'lmadi, kechirasiz. Xudo xolasa bugun ertaga ishga tushadi. Kimgadir bizdan ish uslubimiz yaxshi, mana shunaqa qishki nimalarni qurdirmoqchi bo'lsa, qishda chidaydigan o'z-o'zini yuvish shoxobchasini qurdirmoqchi bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Adresimiz Toshkent shahar, Sirg'ali tumani o'zgarishda joylashgan. Telefon nomerlarimiz bo'ladi, albatta qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin.